Do'stim, uyingizni tekinga reklama qilib beraman desam, ko'pchilik ishonmayaptimi? Tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing, shaxsan siz uyingizni borib, o'zim tekinga reklama qilib, obzorini olib beraman. Hozirgi kelgan joyimiz Qibriy tumani Hosildor mahallasi, Yoshlik ko'chasida joylashgan, zo'r joyi, Ugulga tushgan, 30 ga 30 metr bo'lgan joy ekan, 9 sotuvdan iborat. Dokumentda 8 sotuv, 1 sotuv zahvati bor, kommunikatsiyalar yetib kelgan joy. Taxminiy alintiri Baxtiyor to'yxonasi deyishdi uy egalari. Shu Baxtiyor to'yxonasidan bir 3 kilometr, 4 kilometr oralig'ida joylashgan ko'chaning ichida fayzli mahalla, qo'ni-qo'shnilar bor joyda. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Uyingizni oldida arv o'tib turgan zo'r mahalla ekan. Yuring, ichkarini ko'rsatib beraman. Bu joyimizni oldin ferma qilib foydalangan ekan egalari. Hozir ham o'sha ferma holatida turibdi. Ichkarida ko'rsatib beramiz. Ot boqishgan ekan, mol boqishgan ekan, fermaga mo'ljallangan joy ekan. Srochni sotish kerak bo'lib qopti. Bu joyimizni yer hisobida sotaman deyaptilar egalari, faqat uy quradigan insonga sotaman deyaptilar. Chunki atrofda qo'ni-qo'shni bor, mahalla hozir mol boqishga sharoit bo'lmaganligi uchun uy quraman, qo'shni bo'lsin deydigan insonga sotar ekanlar. Uy quruvchilar, shu Qibriy rayondan uy qidirayotganlar, uy olib sotanlar bo'lsa, shunaqa insonlarga videoni podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar. Qidirib yurganlar, kimdir yer qidirib yurgan bo'lsa, zo'r variant ekan. Burchagiga tushgan, fasadlari katta-katta ekan. Hovlini bu yoq yarmini ham ko'rsatib o'taman. Yuring, narxini ham aytib o'taman hozir. Bu yoq tarafimizda ham bir qator zdaniyalari bor. Xonalar ketgan, sklatlar ketgan. Keling, bu yoqni ham bitta ko'rsatib beramiz. Joyimiz hujjatda 8 sotuv, 1 sotuv zahvati bor ekan. Qo'shni bo'lgisi kelsa, mana uy egalari mana chiroyli qilib, paltara qilib uy qurib qo'yishgan ekan. Kim shunaqa uy qurmoqchi, pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqing. Mana temirlari, panjaralari hech narsasiga tegmayman. Xohlagan odamga shu holatda ham sotib yuboraman deyaptilar egalari. Narxi $150,000 ekan. Yo'q, menga hech narsasi kerak emas, quruq yer o'zi kerak desiz, unaqasiga ham yurar ekanlar. Sotugiga $12,000 dan hisoblab berar ekansizlar. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Qibriy tumani Alintir Baxtiyor to'yxona, Hosildor mahallasi, Yoshlik ko'chasi ekan. Pastdagasining nomeri. Tez aloqaga chiqib, baraka qilib qo'yinglar. Zo'r joy ekan. Fasad 30, 3 ta 4 ta uy qurib sotishingiz bo'ladigan varianti bor ekan. O'zlari ham mana chiroyli qilib uy qurib, akkuratni qilib qo'yibdilar. Kimga tekin reklama xizmati kerak, tepada nomer qoldiraman, kanalga obuna bo'lib, like bosib, poddeshka qo'yasizlar. Bu joyimiz qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar, izohlarda yozinglar. Kimda uy sotiladigan uyi bor, kim uy olmoqchi, kommentariyada yozinglar. Uylarni reklama qilib yuborsanglar ham mayli, kommentariyada yozib, bizda bilasizlar, uy qidirib yurgan insonlar bor. Yana bizga kerakligi arendaga uy so'rashyapti. Oila bor, turadigan odam bor. Tez aloqaga chiqinglar. Bu uyimizning narxini aytib o'tdim. To'g'ridan-to'g'ri egalaridan olishingiz mumkin. Maklermisiz, olib sotarmisiz, uy qurib sotarmisiz? Omadingizni bersin, pastda egasining nomeri. Sog' bo'ling.